Akalar bunaqa kichkina kolalar ko'rganmisizlar? O'g'arilar kichkinaligini. Nimagadir buni ko'rib cho'chag'im esimga tushyapti. O'zi Amerikaga kelib birinchi bilgan eng katta minusim akalar bu normalni ichadigan suvi, ximikat hammasi shu ichsanglar mana bu holatga olib keladigan biladi. O'zi qisqa qilib aytganda akalar o'zimiz O'zbekistondan qo'ymasin, bu Amerikada pul bo'lgani bilan mehr oqibati yo'q, bir odamlarda bir-biriga podдержкасы yo'q. Milliy do'sti bo'lsa ham agar nito ish qilib qo'ysa, sirazu borib politsiyaga berib olib qamab yuborishga ham tayyor, ota bolasini qamab yuborishga tayyor. Mana ajoyib narsa ekan-a. Uni endi tok urishiga skay shakli ajoyib ekan-a. Bitta olamikina uyga. Bilad zombimi mana o? O'zbeklarga yoqmaydigan eng katta minusi bu akalar sizlar hech narsalar bilan bu yerda maqtana olmaysizlar. Na mashina, na kiyim, na telefon. Odamlar bu narsaga umuman e'tibor bermaydi. Bugatti Veyron'da ko'chada yursanglar ham hech qaysi qizimda "Va, mashinasi zo'r ekan, men bu bilan sikishsammikin" deydigan xayol qilmaydi. Bizda xolos maqtanib qizlarning e'tiborini jalb qilganlar keladi. Eng katta minusi shu. O'zbekcha panatka bilan gapiryapman-da. Yaqinda O'zbekistonga qaytmoqchiligim bilinib qolmayaptimikin?